San'at hayatı 30 yıl avval maceralık başlangan ve neçe qitim xizmetidan to'xtalgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun 2017 yılı Uyghur cemiyetinin her saha sergileri qatarida eng dastlab tutqun qilingan. Atışdagi bir saqchi xodimning dalilishicha, Abdukim Kelkun 2018 yılı 4 ayda resmi qo'lga olingan ve o'tgan yilning oxirida 18 yillik kesib etilgan. Mana mushundaq mo'liq naqshlari bilan texi yaqindala sahnlarda olishga erishib kelayotgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun 2017 yildan boshlab sahnalardan 2018 yılı 4 aydan boshlab jamoat so'rinlaridan g'oyib bo'lgan. Vaziyatdan xabardor kishilarning radiomizga inkos qilishicha, Abdukim Kelkun 2017 yılı 4 ayda Turkiya safaridan qaytib kelishiga pasporti aeroportda tartib olingan. Aradan bir oy o'tganda lagerga akitilib, bir mezgil tutib turilgandan keyin qo'yib etilgan va 2018 yılı 4 ayda qayta tutqun qilinib izdereksiz g'oyib bo'lgan. Abdukim Kelkun haqida Urumchidagi aloqador idora organlariga urgan telefonimiz natija bermadi. Uning xizmat o'rni bo'lgan Uyg'ur Abnum rayonlik opera umiki Abdukim Kelkun haqida ma'lumot berishni keskin rad qildi. Adabiyot san'atchilar birlashmasi Abdukim Kelkunning ahvolidan xabarsizligini aytdi. Vaziyatdan xabardor kishilarning bayon qilishicha, 1965 yilda tug'ilgan Abdukim Kelkun 1981 yili otish san'at umigiga ishga tushgan. U san'at hayotining bu dastlabki yillarida Xitoyning bosh siyosatini tanqid qilgan bir etod ishlagan. Bu etod sahnalashtirilgandan keyin doiralar uni bir mezgil xizmatdan to'xtatgan. 1990 yillarda Uyg'ur Abdumurayliq opera umigiga o'tkazilgan Abdukim Kelkun muallim, satrashxonada va Valoq Tekkur qatorliq 100 dan ortiq etodni qalamga olgan va uningda rol olgan. Yaqinqi yillarda naqshi sohasida mahorat ko'rsatib, haq bir qarindoshlar va Assalomu alaykum qatorliq naqshlari bilan olqish qozongan. Endi de sizlar balkim Abdukim Kelkun degan qanday qiziq etodni o'ynab bizni kuldirib edi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Afsus, bugun men etod o'rindamayman. Nimishqa desanglar, men 30 yil bo'ldi artistlik qilgani, 150 parchadan ortiq etod o'ynabdim. Buni sizlar to'liq ko'rdinglar. Yana o'ynasam, yana shunchalik o'ynayman. Endi men bugun ovozimning sat bo'lishi qaramay bir naqsh kechilik tayyorlab keldim. Tor arxividagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Abdukim Kelkun tutilishning oldidagi yillarda Xitoy o'lkalariga bir qism shaharlarda o'yin qo'yib, shu yerdagi Uyg'ur jamoatining yurt vatan hasratiga malham bergan va shu qitimliq san'at nomerlarini jamlab, Muhabbat kuylari nomli plastinka chiqargan. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Men yaqinda Muhabbat kuyi nomli bir san'at kechiligi tayyorlab, Urumchi, Qashqar, Xonju qatorliq shaharlarda 15 maydon o'yin qo'ygan edim. San'at kechiligimni ko'rolmay qolgan qarindoshlarimning dil xush uchun ashu 15 maydon o'yinni kirishtirib, Muhabbat kuyi nomli bu lentani tayyorlab chiqdim. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Hurmat bilan qarindishinglar Abdukirim Tur o'g'li Abdukim Kelkun.
Tor bekatlariga inkoslarda bayon qilinishicha, Abduhakim Kelkun itotlarda Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy masalalarini asosliq tema qilgan. Garchi Abduhakim masalaning siyosiy tarafini tilga olmagan va itotlar qo'yilishdan avval doiralar o'zlari tasdiqlagan bo'lsa-mu, ammo bu itotlar jamiyatda olqishlangandan keyin doiralar muqimsizlik andisi bilan Abduhakim Kelkunni mazkur asarlari sababli necha qatimlab so'roqqa tatgan va tanqidlagan. Abduhakim Kelkun garchi u yillarda bu yozganlarining bir san'at asari ekanligi, siyoset bilan aloqasi yo'qligini tushuntirib jazolanishdan saqlanib qolgan bo'lsa-mu, 2017-yildan keyingi atalmış diniy asabiylik va terrorlikqa qarshi siyosiy to'lqinda bu hujumning sirtida qololmagan. Assalomu alaykum, qarindoshlar. Hammamizni tabriklayman. Bütün Uyg'ur xalqining dadasi, otasi, qarashgan. Assalomu alaykum. Azizlar, kim bilan? Qarashgan. Rahmat. Hamsılar şeriye abdestini tutmayın. Geçelim. Rahmet kardeşler. Rahmet. Kardeşler rahmet. Ma'lum bo'lishicha, Abduhakim Kelkun otishning Simtaq yeza Azoq kentidan bo'lib, tutilishning oldida oxirgi qatim otishdagi akasining o'g'lining to'y marakasiga qatnashgan va dastlabki qatimda ana shu to'y so'rindan tutib ketilgan. Abduhakim Kelkunning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot olish uchun otishdagi idora organ va shaxslardan bu ma'lumot so'radik. Ko'pincha kishilar Abduhakim Kelkunni taniydiganligini inkor qilmagan bo'lsa-mu, ammo uning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot bera olmadi. Oxirda telefonimizdan qabul qilgan otishdagi bir soqchi xodim xizmatdoshlaridan olganlarga asosan Abduhakim Kelkunning 18 yillik kesib o'tilganligini dalilladi. Asli atışni qayerdan? Atış azgan Bağırıq kenti. Unda asılnamış atış bazarı saçxana qaramdı, bazarlıq saçxana. Sultan Qo'sha qaraydi. Sultan Iza azgan kenti. Bu atışdan qancha yillar inib chiqqan Urumchiga? Urumchiga bir endi berib kelib turibdi, bir 20 yil bo'lgan qo'y inib chiqqan Urumchiga. 20 yilda kelib qolgan. Bu qancha yillik kesilib ketgan bo'ldi? 18 yillik aniq kesilganlik aniq bo'ldi. Bu xodim Abduhakim Kelkunning sud hukmidan otishga urug' tuqqanlaridan xabardor ekanligini bildirib, uning nada tutilganligi, nada sotlanganligi va jazo muddati o'tayotganligi haqida ma'lumot bermadi. Bu anlasak bu Abduhakim Kelkunning kesilganligini oilasiga bildirmabsizlar-ku. Bu endi mush Urumchining uqtirishimi yoki sizlarning mush otishdagi saqt organlarining qarorimi bu? Oilasiga bildirmaslik. Degan bu kesirken chaqda 18 yil kesgan chaqda madamman jamiyat tunilgan salongan keyin berib qo'ydi. Ya'ni ashildan qo'lga sud hukmi taydi degan gap. Sud hukm berildi. Ha, 18 yil vaqt. Hakni